Hozir biz Dabro savdo belgisining omboridamiz. Tashkent Plastik distribyutorlik kompaniyasi tomonidan tashkil etilgan Dabro savdo belgisi qanday belgi, u nima faoliyat bilan shug'ullanadi kabi savollarga qisqacha javoblar. Asosiy faoliyati oziq-ovqat va ichimlik mahsulotlaridan iborat bo'lgan Dabro savdo belgisining oilasiga mansub barcha mahsulotlar Rossiyada ishlab chiqarilgan. Dabro zgushyonkalari, shokoladli magiya mahsulotlari, vafelli rulet, uslada, Volski konditer mahsulotlari, super napitkalari, Aqua Kristal limonadlari, tabiatning tabibi Essentokskiy, Dabro napitkalari. Korxona xalqaro standartlarga javob beradigan zamonaviy ombor uskunalar bilan jihozlangan. Barakali tijorat uchun barakali brend. Dabro. Hamkorlar uchun 78 kod bilan 380909